Shu nimani qo'yishga va ayollarga bo'lgan hurmati va bularni onalar ekanini isbotlab, xo'sh, mana shu prezident ayolni bilan suhbat qurib, tinchlik, xotirjamlik, Alloh yo'lida bu dunyo haqiqatdan ayollarga bo'lgan hurmat izzatini isbotlayapti. Bu musulmonchilikka bo'lgan oliy bir deb hisoblayman. Chunki bunday mardlik, jasorat o'tgan zamonlarda bo'lmagan. Mana ko'ryapmiz-da, qarang. Bu degani butunki o'sayotgan ayol qizlar, butunki hozirgi yashayotgan ayol qizlarga bu saboq. Bizlar sizlarni hurmat qilamiz. Sizlar esa jannatiy bo'lib, mana shunday bir holatda yuringlarki, o'zlaringizni jannatiy qilinglar degan maqsadda Vladimir Putin mana shu holatni tashkil qilib qo'yganiga qoyil qolish kerak. Haqiqatdan ayol qizlar bilan ko'p olamiz. Ayol qizlar bilan ana shularni hammasini onalar tuqqan, onalarga bo'lgan hurmatni Vladimir Putin isbotlayapti. Chunki sharmi hayo bu zebi ziynat, sharmi hayo bu oliy himmat, sharmi hayo bu jannat degan holatda ko'rish mumkin. Endi bu millatlar o'rtasida bo'lgan musulmonchilikka bo'lgan hurmat izzatni Vladimir Putin qo'yyapti yer sayyorasiga. Haqiqatdan hammani shu ona tug'adi. Shu onalarni bolasi qanaqa bo'lib o'sishi va jannatiy bo'lishini juda o'rgatib, shunday bir hurmat, izzat bilan namoyon qilyaptiki, juda bir ayollarga bo'lgan hurmatini namoyon qilyapti. Musulmon dinida bo'lgan va shu holatda ko'rsatib qo'yyapti-da. Bu ayollarga bo'lgan chet davlat emas, butun dunyo ayollariga bo'lgan, musulmonlarga bo'lgan hurmatini Vladimir Putin ko'rsatyapti. Haqiqatdan onalar bilan hammamizni onalar tug'adi, hammamizni onalar dunyoga keltirib, kimdir maqom, kimdir martaba, kimdir prezident, kimdir boshqa holatga o'tishi mumkin har xil maqomda. Vladimir Putin bu yerda ko'rsatyaptiki, bundaylarni bor ekan, yer sayyoramizda tinchlik, xotirjamlik, bularga hurmat, izzatimiz buyuk qilishimiz kerak. Mana shundaylarni qo'llab-quvvatlayman degan maqsadda yer sayyorasi birinchi mana shu ko'rsatyapti. Vladimir Putin ko'rsatyapti. Bu sharmi hayo, hurmat, izzat va onalarning mana shunday bizlar uchun dunyoga keltirib, hammamizni shu onalar keltirgan. Mana shularning hurmatini joyiga qo'yaylik. Bular yerimizni mana shu ko'rki, zebi ziynati degan maqsadda shular orqali bizlar mana yayrab, yashnab, mana shunday chiroyli kunlarni ko'ryapmiz va musulmon dinini yuksakligini namoyon qilyapti. Vladimir Putinga Allohning rahmati bo'lsin. Haqiqatdan mana shu haqiqatdan yurakda rahmat va marhamat bor ekan. Bu butun dunyo buni ko'rib har xil xayolga borishi mumkin. Bu ayollar bilan dunyo yer yuzi yaraldi. Ayollar bilan yer yuzi umri aql tugaydi. Bu yerda buni isbotlayapti. Haqiqatdan ayol bilan ko'palish, ayollar bilan dunyoni, mana shu dunyoga insonlar kelib ketishi sonsiz keladi-da. 7 milliard bo'lsa, shu ayollar har kuni dunyoga keltiradi bolalarni, ulg'ayadi, tez ulg'ayadi ular, vaholanki har xil maqom, martabalarga erishadi shu ayollar orqali. Shuning uchun yer sayyorasida Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelganlarida ayollarga hurmat, izzat kuchli bo'lgan. Juda ham kuchli. Mana shuni Vladimir Putin isbotlayapti. Nimaga? Biz sizlar bilan, ayol qizlar, sizlar bilan yerimiz yashnaydi. Sizlar bilan yerimiz chiroyli bo'ladi. Sizlar bilan mana shu Alloh taoloning rahmati bizlarga bo'ladi deydi. Bu isbotda, bu isbot dalil mana bir chiroyli koshonada isbotlayapti. Bunaqasi bo'lmagan, bunaqasini ko'rsatmagan asrlar ichida bu ayolga bo'lgan, buning sharmi hayo sifatida bu onaxonga bo'lgan ko'rsatib qo'yyaptiki, shu onalarning hurmati shunday bir sharmi hayo bilan biz yaxshi ko'rib bularni hurmat qilamiz degan maqsadda o'zining taklifini qo'ygan. Haqiqatdan yer sayyorasi mana hozir zamonamizda chiroyli bo'lib kelyapti.
bular mana shu buyuk rahbarlar, buyuk insonlar mana shu isbotlab qo'yyapti-da. Nimani isbotlayapti? Kelajak yoshlar, kelajak qizlar, bilinglarki, sizlar orqali jannat do'zax ham, bu dunyo va oxirat ham, chiroyli yashash ham, chiroyli holatda bo'lish ham sizlar bilan. Yerning umri mana shu bilan boshlandi, mana shu bilan tugaydi. Buni isboti mana Vladimir Putin ko'rganini ko'rishlari mumkin. Haqiqatdan ayollarga bo'lgan hurmati juda kuchli ekan. Islom diniga bo'lgan muhabbati juda zo'r ekan. Men qoyil qoldim. Mana shundaylarga hurmat, izzat ko'rsatgan Vladimir Putinga Alloh rahmatini bersin. Bu haqiqatdan bunday koshonaga chog'irib, bunday holatda bu musulmon diniga bo'lgan va Vladimir Putin buni bilib, haqiqatdan kelajak bilinglar, shu sizlar bilan mana shu butun hammangizni onalar dunyoga keltirgan. Bularga hurmat, izzatimizni joyiga qo'yishimiz kerak maqsadida tanishtiryapti. Haqiqatdan bu juda bir buyuk bir holat deb bilaman. Bu kelajagini tushunib olsa kerak. Jannat deganda mana shu. Bu dunyoda ham, oxiratda ham shu ayollarga bo'lgan hurmat, izzat orqali ko'rish mumkin. Bularni qarang, Vladimir Putinning hurmat, izzatiga va o'zining butun rahbariyatlariga, butun nimasiga tanishtirib, do'stlik, birodarlik, bizlar inson hammamiz mana shu sizni hurmat, izzat qilamiz degan maqsadda tanishtirib boryapti. Haqiqatdan bu bir buyuklik timsoli, butun dunyo deb qo'yapti. Bu qarang, mana har xil millatlar bor, har xil nimalarni ko'rish mumkin bu yerda. Chunki bu holatda insoniyat dunyoga kelamiz, ozgina umr ko'ramiz, faqat Allohning bergan umrini ko'ramiz. Bu yerda Vladimir Putin shu ayolga, onaxonga bo'lgan hurmatini qo'yib, demak, bilinglar, hammamizni mana shu onalarga bo'lgan hurmatimiz va degan maqsadda butun dunyoga buni isbotlayaptiki, bizlar hammamizni onalar dunyoga keltirdi. Mana shu uchun bularga hurmat, izzat sifatida qarashni butun dunyoga ko'rsatib beryapti. Qoyil qolish kerak-da, qoyil qolish kerak. Bu ham Allohning bir taqdiri deb bilaman. Buni to'g'ri tushunib bilish kerak. Bu do'stlik, birodarlik, yaxshi amal, yer yuzimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lishi, mehr muhabbat, hammamiz odam nasli, havo nasli, momo asli degan maqsadda tanishuvlar beryapti. Demak, ayol qizlarga bo'lgan hurmati Vladimir Putinning juda zo'r ekan.